Angliya Premyer Ligasi Manchester Cityni jazoladi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Top Liga kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizning qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Angliya Premyer Ligasi Manchester Cityni chempionat reglamentini bir necha bor buzgani uchun jazolashga qaror qabul qildi. Shaharliklar qo'yilgan ayblarni tan oldi va tomonlar qo'llanilgan sanksiyalar bo'yicha ham kelishuvga erishdi. Gap shundaki, 2024-25 yilgi chempionatda manchesterliklar 9 marta uchrashuvni va ikkinchi bo'limni o'z vaqtida boshlash qoidasini buzgan. Guardiola jamoasi 9 o'yinning tanaffusini cho'zib yuborgan. Bundan tashqari, shaharliklar ligi doirasida Manchester Unitedga qarshi uchrashuvning boshlanish vaqtida ham kech qolgan. Angliya Premyer Ligasi bu qoidabuzarliklar uchun klubni 1.8 million funt miqdorida jarimaga tortdi. Eslatib o'tamiz, Pep Guardiola shogirdlari o'tgan chempionatni 3-o'rinda yakunlab, Yevropa Chempionlar Ligasida yangi mavsumga yo'llanma olgan edi.